brother, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga de piano. Perrea, perrea. Chiqui chiqui, pisa reggaetón. Pensi in Argentina, sembriamo le donne. Pizza chiqui chiqui, tu da lirazzista. Pizza chiqui chiqui, si suona like a mista. Danci with Alonso, danci with Gasol. Danci with your brothers, danci with Bardem, danci with Banderas. Danci with Almodóvar, es la Macarena. Y el chiqui chiqui se baila así. 1, everything dance. 2, el cruzadito. 3, el maquillazo. 4, el robocop. Baila chiqui chiqui, lo bailan los heavy, también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela. Lo baila mi madre, también mi abuela. Baila chiqui chiqui, lo bailan los heavy, también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela. Lo baila mi madre y también mi abuela. Lo canta el Tigre Puma con su traje a raya. Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián pusieron chiqui chiqui y el mundo echó a bailar. Bailar, bailar, bailar. Y el chiqui chiqui se baila así. 1, everything dance. 2, el cruzadito. 3, el maquillazo. Ota-onalarimiz ichida Hilolaxon, Muqaddasxon, Madinaxon, Nigoraxon ota-onalarimizni davraga taklif qilamiz. Iltimos, o'zingizni bolalaringiz, ya'ni farzandlaringiz uchun tilak bildirsangiz. Hilolaxon, Muqaddasxon, Madinaxon hamda Nigoraxonlarni. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, ota-onalar, aziz va qimmatli farzandlarimiz. Bugun sizlarni mana bitiruv oqshomingiz bilan tabriklayman. Hozir nima deyishga ham hayajonlanyapman. Nima deymiz? Avvalambor mana sizlarni dunyoga keltirib, oq yub, oq tarab, shu vaqtga yetkazgan ota-onalarga har doim ko'ksingizda qo'lingizda har doim izzatda, hurmatda bo'linglar. Mana sizlarni tarbiya berib, oq qorani tanitgan ustozingizlarga ham har doim hurmatda bo'linglar. Hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Ustoz ota-onadan ulug' deyshadi. Har doim ustozinglarni ko'rganda so'rashib, hol-ahvolini bilib, har doim surishtirib turinglar. Mana hammanglar bugun uyadan uchgan qaldirg'ochlar, polaponlar kabi qanot uchirib mana hammanglar har tarafga tarqab ketyapsizlar. Har doim tanijoningiz sog' bo'lsin. Bir-biringizga mehr-oqibatli bo'linglar. Hayotda qoqilmasdan, surilmasdan o'zingizlarni joy-joylarni topishga Allohdan so'rayman. Qizlarimiz yaxshi joylarda, yaxshi xonadonlarga kelin bo'lsin. Mana bolalarimiz ham yo'q, o'tib ketib qoldim. Mayli. Ishqilib har doim hayotda o'rinlarni topib yuraveringlar. Nimaki yaxshi tilagingiz bo'lsa, tilagingizni aytinglar. Hayotda o'z o'rningizni topib, yaxshi kasb egalari bo'linglar. Mana, Xudo xolasa, eshtinglar, bolalar, qizlar. 5 yildan keyinmi, 10 yildan keyinmi albatta uchrashuv tashkil qilib uchrashinglar. 5 yil, 10 yil har doim. Bu mana o'zimiz boshimizdan o'tgan juda ham qiziq narsa bo'ladi. Tabriklayman hammanglarni. Assalomu alaykum. Mana shu maktab bitiruvchilarni oqshomlaringiz bilan tabriklayman. Xudo xolasa dinlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Niyatdan qaram bo'lsangizlar, niyatingizga yetingizlar. El omon bo'lsin, el ishinde er azamatlar omon bo'lsin deydi. Sonымен қатар o'sha yerga Qaramat apay, sizga ulkandan ulkan ko'p rahmatlar aytamiz. Dinimiz sog' bo'lsin. O'stirgan bolalarimizni, qizlaringizni rohatini ko'ring. O'slarda o'sha daraja olib kelib, Xudo xolasa o'zi ne'matini keyin ko'rajatamiz, Xudo xolasa birga barimiz. Dinlaringiz sog' bo'lsin. Niyat qilganlar bo'lsangizlar, niyatlaringizga yetib, o'ynab, kulib, mana apay aytdashdek
через 10 yıldan keyin kezdesip, kim ne bo'ldi, ne qo'ydi, ne ish balali bo'ldi, ne ish qizdi bo'ldi, xudo xolasa. Shu qiziqlarni ko'rib, o'ynab kelaveringizlar. Birgalikda ota-onalaringiz omon bo'lsin, dinlari sog' bo'lsin. Shu qiziqlarni birga ko'ringizlar. Aziz bolajonlarimiz, biz sizlarni bugun endi maktabni bitirganlaring bilan tabriklaymiz sizlarni. Sizlarga uzoq umr, o'qishlarga yaxshi o'qishlarga kirib olib, har kim nima niyat qilgan bo'lsa, shularga yetishlaringa uchunchi sizga nima, как говорится, tilakdosh bizlar. Aziz farzandlarim, sizlarni shu bugungi hayajonli, ozgina qayg'uli, ozgina xursand bo'lgan kuninglar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hayotga qo'ygan birinchi qadaminglar omadli kelsin. Sizlarga ikki dunyo saodatini tilayman. Hamisha Alloh yor bo'lsin, pirlar madadkor bo'lsin. Tabriklayman. Chaqaloqni ham sizlashadi janchasiga, mangday shirin yumshoqlik bilan so'zlashadi janchasiga. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangani tandir uchoqlar. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangani tandir uchoqlar. Shahri xoli taqib choqlar, yurishadi janchasiga, yurishadi janchasiga. Yürüşeden janchasiga, yürüşeden janchasiga.
yil o'tib uyam o'tib ismim goho so'rashadi voy bittasin ko'rib kuyib qolgan mana shu hamma qator bolalar qatori o'zimizni 9 yillik davomida o'qigan bilimlarimizni tugallab mana o'zimizni bu odatiy bo'lmish bayramimizni mana bayramimizda ishtirok etyapti. Oqshomimizda ishtirok etyapti. Shu oqshomni o'tirgan barcha o'qituvchi, ota-onalarimiz va o'quvchi va sinfdoshlarimizga kelajakda baxt, omad, quvonch va yaxshi o'qishlarda o'qib, katta odam bo'lib yurishlarini istayman. Hurmatli o'quvchilar, sizlarni bugungi bitiruv oqshominglar bilan chin qalbimdan tabriklayman va shu yerdagi yig'ilib o'tirgan ota-onalarni ham va o'qituvchilarni ham tabriklayman. Olam baxt, olam quvonch tilab qolaman sizlarga. Assalomu alaykum. Shu yig'ilgan hamma do'st, dushmanlarga shu yerda yig'ilganlarga hammasiga sog', omon bo'lib, baxt tilab qolaman. Va mana shu yerda o'tirgan sinfdoshlarimga katta o'qishlarga kirib, katta odamlar bo'lib tilab qolishni istayman. Va ota-onalariga yorug' yuz bilan qaytib deydi. Yo'q, yaxshi yuz bilan qaytib kim bo'lsa, shunda bo'lib yaxshi odam degan tilayda qolaman. Hurmatli sinfdoshlar, bugungi bayraminglar bilan tabriklayman. Hammanglarga kelajakda omad tilayman. Hurmatli o'quvchilar va o'quvchilar, bugungi bayramimiz bilan chin dildan hammangizni tabriklayman. Mana biz oqshomimizga shu kechamiz yig'ilimiz, shu munosabatda hamma do'stlarimni, o'rtoqlarimni tabriklayman. Bizga ta'lim bergan o'qituvchilarimiz anaqa direktorlarimizni tabriklayman. Yaxshi o'qishlarga kirib, yaxshi joylarga joylashaylik-da. Marhamat, sizlar uchun 9-sinf o'quvchisi Azamat Utayev. Oydin kecha, kuy kecha